Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin kegi yerden devam kılımız inşallah. Yukarıda biz Abdülkadir Damullam bin Abdülvaris Al-Kaşgari bu kişi hakkında kısaca düşünce girişken bulduk. Bu kişininki mesela Rivoyatlar qaraganda bu ilingan bu kişininki mesela bu tarihi hayatı, bu okuş basqıçları, bu xil tirişçanlığı, kurashları ahir bu dünyadan xoşlaşkan kadar arlıqdaki bu mənbələr nereden ilindi degende birinci bunun bizimki 100 meşhur Uygur deb bir nime bir kitap yazıldı Uygur tilinde. Bunun elinde bu kişininki bu malumatını. Bu kişi bizim vatanımızın kuchadın bo'lgan Muhammed Tursun deb bir qarinishimiz Allah razı olsun. Bu kişi yazgan Muhammed Tursun Uyg'uri deb. Bu kişinin bir kitap bo'lgan bo'lib, 100 meşhur Uyg'ur deb. Bu shundan ilingan bu ma'lumotdan bir. Ikkinchi Majallat Shura deb. Bu mu Uyg'urcha izlab ekan. Bundan ilingan. Üçüncü İslam Meclisi. Bu mu Uygurca olan bulup o mecelleden, o jurnalden onu dedim. Dördüncü Ruvadıl Ma'arifil Cudud deydi. Bunağa Batur Ruzi de bir kişi izdi bunu. Bu asas kılıp elema. Beşinci Mecelletul Bulak deydi. Bunun için bunu mu Uygur çizilipti Mecelletul Bulak. Bunun mu yazgıcısı Tursun Sıdık da bir kişi. Muşu kişi yazıptı. Bunu asas kılıp, muşni menba kılıp, muşni qarab turib elingan bu ma'lumot. Oltinchi Al-Qissatu hala Damul Abdulqadir degan bundan ilgan. Buni Xavir Tumur deb bir kishi yozib ekan 2007 yili. Buni Uyg'urcha beslab ekan. Xavir Tumurning bu kitobni ilgan deydi. Yettinchi Ash'ar Tajalli Mujalli Hüseyin Xan. Bu kişininki bunun elinde dedi Damollar'ınki bu kısaca hayat doğrudaki malumatını şu yetti menbaden elinipti. Abdülkadir Damollam Abdülvaris Kaşgari rivoyatlarga qaraganda 1870 yıl tug'ilganda neminingchi bir Bağarık kenti. Bu olsa Meşhed degan rayonga ait şununğa qarashliq bir kentken Bağarık degan mush kent tug'ilgan deydi. Qayerda desa Qashqarga qo'shni bo'lgan Otush shahrida. Turkistonniki Qashqarga tutash bo'lgan Artush shahrining o'zida demak Otush shahri dunyoga kelgan bu demakchi Bağarık deydi. Bunu Abdüşkür Muhammed İmin özünki Tarih Falsafatlı Uyguriye degan kitibida bu adam şunday yazıdan 1870 yıl tug'ilgan deb Abdüşkür Muhammed Emin degan kishi Tarih Falsafatlı Uyguriye degan kitibida shunday yazadi. Va o'zining yana bir kitibida şu Umumul Bayan degan kitibning o'zida aynan mushtarikning o'zini yozdi. Nima deb Abdulqadir Damollam Abdulvaris Qashqari 1870 yıl tug'ilgan deb. Bu yerda boshqa manbalar bor ekanda. Boshqa manba bo'lgan bo'lib, buningcha bu Abdulqadir Damollamningki tug'ilish tarixining o'zini Abdushukur Muhammad Emin tilga olgandek tilga oladi ekan. 1870 yili tug'ilgan deb. Lekin Uyg'urlar tunish bo'lgan Yalquruzi degan bu kishi, bu yozuvchininki degan asrda o'ziniki Al-Muslihul Avvalu fil qarnil 20. asrdagi tunji islohotchi degan Yalquruzning o'zida bir kitib bor ekanda Al-Muslihul Avvalu fil qarnil 20 deb. Bundan şu kim desa, bu yani Abdülkadir Damollam Abdülvaris mush kishini maqsad qilmoqchi ekan. Bu Yalquruzning bu kitibida Abdülkadir Damollam 1862 yil tug'ilgan deb mundaq yozilibdi. Abdüşkür Muhammed Emin 1870 debdi, Makşi Yalquruzi 1862 debdi. Nurgun arqa izdeş, nurgun bununla bir izniş neticesinde ahir Abdülkadir Damollam'ın şu 1870
1970 yılı Abdüşşekur Muhammed Emin degендek muşu 1870 yıl tug'ilganligi biroz tarjih qilyapti. Yani Qo'rozning gapiga qaraganda tarix tayini qaraganda bu kishiniki tayini tespiti jallig'aroq deydi. Bu kishiniki komil to'liq ismi kim desa, to'liq ismi Abdulqodir Damulla bin Abduvaris al-Kashg'ariy al-Azizi deb bunday deb yozildik. Abdülkadir Damullah bin Abdülvaris el-Kaşgari el-Azizi. Bir yerde yine mühim bir eskert koyulgan bir nimba esletme var. O sumu mesela bizim Uygur tilida mesela damollam, damolla, kari, karim, aci, acim degan bir gaplar bor. Her mimninki kirish kirmasi bilan biroz ta'zim yoki g'ayri taqdimni bildiradigan. Qachonki har mim kirsa damollam bo'lib qolib qolsa, haqiqatdan damollam. Damolla bo'lsa ismi damolla. Mundaq aytganda, aji bo'lsa ismi aji. Aji bo'lsa haqiqatdan ajdi faoliyatni to'g'ri ravishda ado qilib kelgan odam. Qori bo'lmasa ismi qori. Haqiqiy qorin bo'lsa mukammal Qur'oni Karim tilqiyadigan degandek har mimninki kirish kirmasligi bilan farqlanadigan. Bu odam Abduqodir Damulla deb yozilibdi. Shunda bir shu vaqtda bir o'rpan shu mashruğimiz kerak. Yizikda shu ekan Abdulqodir Damulla bin Abdulvaris Kashg'ariy al-Azizi deb. Bu damolla degan gapning aslisi nima deganda, bu nereden kelgan deganda, aslis bu gapning dama alahu degan gap. Dama alahu. Buni ilqi tarkib mazji deb qo'ydi. Mazji tariqada birikkan. Şaba karnaha, ba'la bakka, buhta nassar degandek bir kelime var ya, onu terkip mezci, terkip şu kısmı izafi oldu, isnadi oldu, mezci oldu. Meyada terkipçi mezci tarikida biriktirilgen isim dam ollam deb. Aslisi dame alahu. O kişinin üstünlüğü hemişi olsun. Demekçi deydi dam ollam degan gapning aslisi. Bunun kelgan din bundan deyilibdi. Qanday deganda buni bu shu tarkib mazzi tariqada xuddi ba'labak buxta nastar shaba qarnaha ta'abbata sharran degan bir kalimalar bor. Bu masalan ibn malikning bir sizvaya nem deb deganda va jumlatin va ma bi mazzin rukiba zain bi g'ayri wayhi tamma riba deb. Mushu mesela beytniki mezmunu asasen bu terkip mezci deydi. İlvapi ve isnadi emas. Terkip mezci tarikada bir-birisiga mana qo'shilib ketgan bir nima ism deydi. Bir yug'urilib ketgan ism. Dam olam degan. Asli shu dama alahu demakchi deydi. Ee, Hem bu kişinki ilmi rihle ilminimiz çoğu degende sefer nemisi ilmi sefer ilmi o'qish jarayonidagi masalan tarki dunyolarga yurtdan ayrilishi safarlari manda aytganda u kishining ilmiy safarlari qanday qilganda deganda Abduqodir Damollam Abdulvaris o'ziniki boshlang'ich maktabini deb ketgandek Hazrat Sultoniya madrasiyada o'qib ekan. Hazrat Sultan yani özünki nemisida şu özünki yezisinin üstüde. Hatta balagat etken kadar. O kişinin hem de taz göz görünüp nim boğan çağılda bir az çoğulup ketkenliğin keyin onu halk medresede Kaşgar'ın özgü halk medresede Ali Mağarip ne tehime kol keltiriş için ilmini bu qilish uchun mo'l qilish uchun xalq madrasasida o'qib ekan.
Keyin u kishi bu bizniki bu nimamiz bu u tuproq biroz turish tez bo'lgandan keyin u yerda naydi yuqori darajada yana yuqori darajada u xalq madrasadan taxarruj bo'lib yani bitdagandan keyin damallam o'zining yurtini tashlab e, bizning g'arbiy Turkiston tuproqlariga yani O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistondan iborat bu Turkistonlarning ismini G'arbiy Turkiston deyildi. Bu yerga safar qildi bu odam. Bu odam Abdulaziz Xon maktabiga kirgan bo'ladi bu odam. Bu yerda undan keyin bu odam Abdulaziz Xon maktabga kirgan bo'lib, nurg'un masalan e, nimalar islom sharqshunoslik va islom adib olimlarniki nurg'un asarlar bilan tanishib chiqadi. Masalan, Alisher Navoiy degandek, Jaloliddin Rumi degandek, yana Ahmad Yasaviy degandek, Shayx Sa'di degandek, va bilan o'xshashlar. Va va odam qanday qiladi deganda, yana nayti falsafaviy ba'zi fikrlar bilan nayti mo'l, nayti bir bilimga ega bo'ladi. Masalan, Farabiga o'xshash, Farabiyning fikridek, Ibn Sinadek. Anından kim bu adam qanday qiladi deganda o'z zamonasining bir allomasi, alloma deyish bo'ladi Abduqodir Damolning o'z zamoni va o'z zamonining bir mufakkir olimi deyish bo'lgan shunchalik bir mo'l bo'l ilmga erishadi. Buxorodagi darsini tamomlagandan keyin bu odam Samarqandga ko'chib keldi. Bu yerda tadrislarni o'quv o'qitishlar bilan mashg'ul bo'ldi. Bu yerda o'zining aqoid zaruriya, al aqoid ad dururiya degan kitobni yozib bu yerda. İbadetul İslamiye degan kitobni yozdi. Buni uchun masalan islom maktablari uchun uni rasm muqarrar qilib, buni dars mukammal programmalarga kirgizdi bu odam. Anından keyin bu adam Tataristonninki hozir Tataristonning poytaxti Qozon shahriga safar qiladi va Istanbulga safar qiladi. Anından keyin qisqagina muddatdan keyin bu yerdan Qashqarga qaytadi. Bu Qashqar shu vaqtdagi ulamolar bir to'plamininki mantiq aytganda ikkinchi darajalik bir shahar deyish bo'lganda Buxoroda laqab qilib qolsa. Va ilmni nashr qilish, ilmni tarqitish jihatda ikkinchi o'rinda turar ekan shu Qashqar. Bu Abduqodir Zamollam O'rta Osiyo o'lmalari bilan yana chiqib, yana garchi vatanga safar qilgan bo'lsa-mu, O'rta Osiyo o'lmalari bilan u odamniki o'zaro fikrlashish, aloqa kuchur uzib qolgan bo'lmadi deydi. Hem Arap ulamolarla hem bo'ldi doim ular bilan uchrashib, xabarlashib, shunday bir telefon boshqa uchrashish asboblari bo'lmagan yo'q bir holning o'zida xatchak orqali shunday bir davomlashib, ular bilan nima bo'libdi aloqa qilishi davomlashibdi deydi. Mesela İmam Muhammed Abduh degandek mesela Mısır'ın şu vakti 1905 yılı ölüp geldi o kişi. İmam Muhammed Abduh, Cemaluddin Afgani dek Mevla'la alakası davranış doğan değil bu adamın. Enver Şah sahip dek mesela Hindistan'daki muhaddis olan muhaddisşunaslarının bir pişvası. Shunday ishlar bilan deydi. Ularninki nima uchun deganda ularning yangilik islohiy fikrlar bilan ularniki fikrlardan ta'sir qilib nurg'un foydalangan mushqatadikilar deydi. Damollam yana 1907 yili o'zinki shu nimasiga Mars Ayda Qashqar qaytdi. O'zini to'lg'ay yeri qaytib tadris o'quv o'qitishlar bilan mashg'ul bo'ldi deydi. Mush yangi uslub bo'yicha o'zini o'quv o'qitishlar bilan mashg'ul bo'ldi. Uningda deganda o'quvchilarga islomiy ilmni nihoyatda oddiy, qulay uslubda o'rgatishda alayda bir nim bo'ldi, bir ulgu yaratdi.
Muşu yeni sistema, muş yeni nizam sayısı aslında şu İslam ilimlerini ve yeni ilimlerini ders kılışık başladı. Bu yeni boğan sistema o'quvchilarning hayrat, i'jabini, dahshatini qo'zg'adi. Hammasi bular damollarning atrofiga o'lashdi. Bu odamni shu har jihatni qo'llab quvvatlab deganni bijar keltirib astoydillik bilan rasmiy bir nima bo'ldi bu odamdan o'zining tashnaligidan iborat ilm tashnaligidan iborat bu usulni bu odamdan qandudi. Bu adamın şanı şavkti Türkistan topraklarının hemsine bir dakikalar eğilip gitti. Lekin bu yeniçi bu usul, yeniçi bu mektepninki nizami, eee tamahur, tacavüz hükümetinin gazını biraz kozgap koydu. Ve şu vakitçi nemininki ölüme salatin, menpas, mensepperes, hakimiyetperes ölümalının hem düşmanligini kozgap koydu. Çünkü Abdülkadir Damallam xalqni uyg'otishga, xalqni o'zining chunqur uyqusidan, shirin uyqusidan uyg'otishga uringan. Shu sababli bu düşman bosqinchi, tajovuzchi hukumat bu xalqni uyqudori surib, xalqni uxultishga, bunday suiqasd qilgan. Va bular abadin abad mushu jahiliyat patqig'ida petib, oshpet davomlashib ketishni mushuni o'ylagan. Kim bu tajovuzchi, tamaxur, mush bizning tuproqlarimizga ko'z tikkan mushu hokimiyatlar. Nima uchun deganda, masalan, o'ziniki mushu dunyoviy va dunyodagi har xil o'zgarishlar qarta uyg'unib ketib qolmasin, bular qaytadan boshqa turib qolmasin deb bu haqninki she'rin shundoq uyqusiga petib g'arq uxlab ketishni mushundoq ular nima qiladi, mushuni orzu qiladi atrofdagi dushman kuchlar. Ama mutasip ölümalar olsa degende mutasip ölümalar olsa bu kona şuna ters, nait mevsiz neten çıkmaydıgan, Parislerle Arapça arlaştırılgan, bir-birisiga jugurulgan, muşundaq muş usluplarını eslep biz muşun ders kılımız dep turuladı. Mutasip ölümalar. Bular olsa xalqninki zaamet, nima deymiz, xalqninki rahbarlik nuqtasini, rahbarlik jugunni biz tutsak bo'ladi deydi. Ularga rahbarlik qilish, ularga shu yetakchilik qilish ishlar bizning qo'limizda bo'ladi deydi. Deb bu xil hokimiyatparast o'limalar mundaq bunun kuydu oldu. Ular bu damalamıcı degende naiti egizgi patkusuz, naiti tillen sifatli söz sifatlarla sifatlidi. Nemizi tecdidi dep baktı. Bu yeniden bu ne boldu cedidleşti dep. Tecdidi. İlhadi bu dinden çıktı dep baktı. Muş sifatlarla. Onun başka arqıl rezil sifatlarla. Bu halk arsıcı bu gem takip bu pitne pasatniki tapırıqçılıqның urğunu çaşqan başladı. Çeçiş başladı. Ve yalgan bazı işaretlerini, yalgan yavundaklarını tartışıp başladı. Bula Damal Abdülkadir qandaq qildi düşmanlik nazarlan qarada bu nima hakimiyet temas bo'lgan bu ulamalar. Ahiri Damollamga qandaq qildi uchuq qarshilish nima bo'ldi qarshilish e'lon qildi. Xususan o adamın bu şu usul cedid yani yeni menhecge karıştırışını can ilan kıldı bula. Ahır bu damolamını bu yeni nimisinden kurtuluş için damolamını öldürüş planını kılıp muştun gamisi birdek karar kılıştıydı. Karar kılgan keyin damolam bu işinin kinayeti xatarlik baş bayqap yanıla ötümüzün ikinci kata haj faoliyatini ado qilish maqsadida ikkinchi qatam safar qildi deydi. Ayrilish majbur bo'ldi. Haj
va ömür faaliyetlerini ada etmiş niyet. Demek vatanimizden Taşkent'e bu adam yolga çıktı. Taşkent hazırki Özbekistan'ın paytaxtı. Kaçanısı 1911 yılı çıktı. Bu yerda takriben 5 yıl yakın yaşagan bo'ldi. Bu yerda hem ders öğütüş işler bilan meşgul oldu. Ondan gün Türkiye'ye geldi. Ondan gün Suriye'ye geldi. Ondan gün Irak, ondan gün Saudiya, muşundak. Kelip bu yerda haj farzini ado qila oldi. Ondan gün Mısır'a safar qildi. O Mısır'da şu civarda kaldı, şu etrafında. Bu yerda şu İmam Muhammed Reşit Rıda bilan hem şu kaçtı. Tafsirul Manar'ninki muallifi Muhammed Reşit Rıda bilan ushku deb var. Ve kim bilan bu nimalan Jamoliddin Afg'oniy ve İmam Muhammed Abdu bular bilan ham ushku de. Va bularning boshqasilar ham shunday. Ham o'zaro bular fikr almashtirdi. Va damolam ularga o'z davlating vatanimiz Turkistonning siyosiy va naq maydondagi vaziyatlarini tuntish boshladi. Va ashadagi musulmonlarning bu bilimsizlik, bu xil faqirlik va bir xil kasallik va bundan boshqa nurg'un mushu nima qatmanliqniki ahvolini musulmonlarning pek keyinda qolib qolgan ahvolini ular tunutdi. Ular bilan bu damollamcho Misr chiqadigan Majallatul Manar degan mushu gazetning o'zini tahrir qilishga o'rtoqlashdi. Majallatul Manar degan bir gazetni tahrirlashga damollam shular bilan o'rtoq bo'ldi. Damollam bu Mısır'da mesela riyazat, matematik ilmini bunu okudu. Bunu kol keltirdi. Ve astronom ilmini ve sahabat ilimlerini 3 yıl takriben cereyan tutdu. Nima uchun desa maqsad hammasi xalqni uyg'otish va diniy prinsip ongni nashr qilish va ta'lim tarbiya sistemlarini suzib pak pokiz bundoq olib chiqish. Mushu maqsadda damollam shuncha mush Qohirani o'zi qildi deydi. Bu damollamga yana Sheyx Zakir Qadiriy deb bir tatar bir olim bor ekanda bu odam Abduqodir damollamga alohida shundoq bir rahmat etdi deydi. Qisqagina bir kichkina bir o'ltirishda dedim deb Abduqodir damollam o'zi bir nima mufakkir va muslih va mujohid va buyuk bir olim buning uchun o'ttirasi tuzlanligida bo'lmagan o'qish yo'q mushundoq bir odam deb Zakir al Qadri tatar olim ekan bu mendaq rahmat etib ketdi deydi. Anandikin bu odam Abduqodir damollam Misrdan vatanimiz Türkistan tuprog'iga 1911 yılı qaytdi. Qaytib bu adam barliq tirishchanlikning hammini mushu islohiy qurilma islohiy sistemaga mushning bag'ishladi. O'zining xalqini bu g'aflat uyqusin uyg'otish uchun. Anandan keyin bu odamcho Qashqarga bir qozi quzat qishloqqa tayin bo'ldi. Yani qozim bo'libdi-da ma'lum muddat. Bu odam o'ziniki bir necha kitoblarini aqida borasida, ibodat islomiy borasida nurg'un kitoblarni nashr qildi. Bu kitobni aytdi o'ttirhol tatrib itirobdan munda xoli o'ttirhol o'ttir ekanni o'ttirhollikdan tus olgan bir kitob. Mush kitoblarni o'zini nashr qila boshladi deydi. Bu odam o'zining o'z davrida qanday qildi deganda bu kitoblarni masalan yangicha ilm ta'lim tarbiya ishlariga bu kitoblarni rasmiy kirgizdi. Qaysini bu aqida va ibodat islomiya borasida yozgan kitoblarni yangi shu o'z davrida o'z asridagi yangi o'qish programmalariga buni kirgizdi. Va nurg'un har shahar, har yezdicha odam nurg'un maktablarni ochdi. Hatto
Her mesmu şu şəhərin məsəllərinin biri her mesmu ço degan 11 mektep aylanıp ketdi. Nurgun tecrübelik ustazlarını sırttan taklif kılındı. Mesela yeni zaman ilimlerine münasip muşnak tecrübelik ustazlarını mesela Türkiye'den, Suriye'den muşnak ustazlarını taklif kılındı. Bu nurgun nima uchun yeni avlodlardan köp mesela avlodlar mesela ilg'or ba'zi jamiyalardan mutaharrij oldu. E, Bunu hem kılaldı. Damollam yüzü hem naiti talantlik ilg'or o'quvchilarning bir nechasini o'zi tarbiyaladi qisqagina vaqtda. Bular bo'lsa qanday qildi deganda mushu domlalarni o'zi bir qo'l tarbiyalab tanlab tarbiyalaganlar. Masalan qanday qildi deganda mushu 20 asrning 30 yillari oralig'ida islom uyg'unish harakatlarida bir alayda bir rahbarlik rol o'ynadi. Masalan, kimdəkin Sabit Damollam, Haşim Axund Damollam, Şəmsin Damollam, Abdülaziz Damollam, İnayət Məxdum, Muhammed Abdullah Axund degəndək. Və yine e, Musayip Damollam Kuchari degəndək. Və ularның başqası məsələn, naiti parlaq alayda çolpalladın, alayda ziyaliladın, nurgun müştaq yaşlarını tərbiyəldi. Tarbiyalab keyin bular shu 30 asrning 20 asrning 30 yillari orlig'ida shuni oldi keyinda islom uyg'unish harakatlarining asosiy rahbarlaridan bo'ldi deydi. Damallam yana buningdan cho 52 yosh bolalarni Turkiya, Misr, Germaniya, Fransiya mush davlatlarga o'qish uchun yo'llay oladi deydi mashalloh. Hozirda biz qilib bu ishlarni. Muşlarını kılaldı. Damollam yana naiti cümlelenço iqtisat egillerlen naiti zich alaqını yaxşı ornatdı. Mesela nima uchun deganda mushu maktab va ilmiy muassasa universitetlarni qayta qurib chiqish uchun yordam qilish maqsadida iqtisod egillarini qo'l keltirdi. Yerlik doktorxona bunu ta'sis qildi va paravanliq fondi jamiyatlari va umumiy vahbilar masalan buni hammani damolla mashalloh shu vaqtni o'zi shundoq qiyin sharoitda buni hammani maydonga keltira oldi. O'zining kirimini qanday qildi desa birla idora uchun to'pladi o'zining shaxsiy kirimini. Deydi. Lekin Allah'ın qada ve kaderi o adamını xudu kütüp tuğandek bazı ruhparast alimlar ve özünü biz tasavvuf ehliden dep qarab tasavvuf iddiasını qıqallar. Əməliyyatda o tasavvufçuların emas. Bular qanday qildi deganda bu yangi manhajga hujum qilib o damalarni jadidi deb har xil sifatlar bilan sifatlab Bonucu ahire bu mutasavvuf davasını kalla bu menhecil cedid haram de petva bir başladı. Muşnu uşuş muşu kin vakitta Britanya, azırk Angliya ve Sued, Şvisiye'den ibaret Hristiyan tarikat kuşula bula yamrap gitti. Bula doktorxana ve mektep açıldı Kaşgar'da. Bular muşunu perde qilib, muşunu aqısçı, Müslümanların avlatlarını Hristiyanlaştırış, Nasaralaştırış maqsadida keng ko'lamlik bu hareketini qanot yaydı. Ve ularni Yahudilaştırış maqsadida. Bular olsa qanday qildi deganda İncilni o'zining Qashqardacha İncilni o'zining xos ba'zi matbaaxonalarda besishga boshladi. Va buni xalq orasida tarqatdi. Damollam bu naiti pardaqski bu sirliq bu rezil harekettin naiti sezgek bulup uygunup bunu da naiti gaflet qilmadi bu zalimlarning qilgan bu hareketidan
tuyuqsuz damollam bir nimeden yüzünki İslam ve yaş okuşlardan, İslami okuşlar ve ziyaliliklerini terk tapkan bir bölük yaşlarını teşkil edi. Teşkillep bulağı ait bu mübeşşirlağa ait olan doktorxana bu mekteplerden takaşkı başlı bu Suveydlarni yana Şviyslarning o'zini Qashqarni çok qo'g'ladi. Qo'g'lab chiqarib, bu Hristiyan din nashr qiladigan bu manshurotlarning o'zini çok kuydirib tashladi. İncillarni bu matbaa qilingan İncillarni hemen yo'qotdi. Ularning bu necis ugularning hammani uyurib vayron qilib tashladi. Bu yerlik hakimiyetten bulardan öz devletiga qaytarib etishni talab qildi. O'ziniki insoniy va sog'lom e'tiqodiy dinni saqlab qolish maqsadida ko'p yo'l silib o'tinglar deb. Ammo ehtilol kuchlar buningdan hech uxlab qolmadi va bu xalqninkicho uyg'onib ketishiga, o'zining uyqusini uyg'onib ketishiga hech rozi bo'lmadi. Ahırı bola başka yol tapamay. Ahır kanda kıldı degende ahır yeni bir amal taptı ki osuma damollamdın za tuluk kutulup geçiş halas oluş maksatda başka bir çare izledi. Ahır bu Engilya sapartlan Şviçre sapartı bir kelimege birlik kılımsız ittifak geldi. Bazı karkol arkuşlar bilen bille. Qandaq tapdı bir nimeden din ve devletten ve vicdandan hali olan, vicdandan uzak olan bir hainni tapdı da arada bu hain bilen bu kuşlar arasında iki taraf arada bir nime bir soda pitti. Anda Osman'ı öldürüp be samanda bunda bir nesberimiz bunda menseplerimiz degендek. Bu soda iki taraf arası pitti damolamını öldürüp bir işke. Nahayeti 300 miskal altınken Müslüman ve beraberdi. Ula damolam ne demek? Ula öldürdü. Açtın kullen damolam ne? 1924 yıl 8. ayının 14. günü Seyşembe keçisi de damolam dünyadan hoşlaştı. Muşu hainin kullen. O olsa yüzünki şu bir yerlik mesninki muazzinit değil. Bir yerde bir rivayetim bakken de. Bir yerde Sevit Baki niminki Sovet kommunistlarininki qo'lim bor degan rivoyat ham bor Qashqarda. Chunki Sovet Ittifoqi nimasi saparati bosh elchixonasi Nayt damolamning bu yangi ochilgan bu maktabdan nayt g'am qilgan deydi. Chunki bu yangi ochilgan bu maktab, yangi tus olgan bu maktab islom dunyosining tarix fanlarini o'z ichiga olgan. Ve Türk ve Orta Asya Müslümanlarının tarihlerini nayeti öz mol alda öz çıkargan bir mındak bir nimeti yeni bir kurulmeti bu damalaşkan bu kurulma bu mektep. Bir yerde Abdülkadir Damoğlan'ın ki bu fikirlerinin çok keng ko'lam takap geçişten korkup bu nime Rus'nınki Sovet İttifakı'nınki bir kuluğa diye mındak bir rivayet mi baki. Bu haber ahire damalanmışlar demek 1924 8. ayının 14. günü Seyşembe keçidi ölüdü. Ölgen vakitte oğlu Abdülaziz Maksum bu ihtiyal haberini anlaydı. Bu kişi özünün dersini taşlap bu vakitte bu Abdülaziz Maksum Hindistan'da Dehli'ydi mi? Diyubend'de o kadar vaktiyken. Bu Hindistan'dan kaytıdı. Özünün dadısının kısasını talep kılıp, özünki haqiqiy qatildan dadısının kısasını talep kanalda dersini taşlap Hindistan'dan qaytıdı. O'xshashmagan bir qancha taraflarga shikoyat arznamin sunudi. Lekin bu arznoma hech qanday bir narsaga bir natija bermaydi. Hech qanday bir narsaga erisholmaydi bu o'g'li Abdulaziz Maksum. Netinsiz bo'ladi bu ishi. Aksicha dahi oxirida bu odamni turmuga hukm qilindi. Bu odam o'z hayotining ko'pinisini turmada yani 42 yıl turmada yaşaydı bu adam. Bu dünya tarihindeki
Bu dünya tarixidagi eng uzun turmuş etgan odamlarning birisi deb hisoblanadi deydi. Bu adamniki şeyhler kelsak, Damolla Abdülkadir Damollam Abdülvaris Kışkari İslam ilimlerini, onun pallerini çoğu bu şu nimeden algan. Yerlik, nime, halk medresi ulemalardan, Türkistan'ın üzerinde mesela ulemaların katısı, Mul İslam Damollam diğerlerinin ibaret. Bukhara ulemalardan ve ularning arasında mesela Mevlana Abdurrazzak degan kishini olgan Bukhara ulemalardan. Ve Bukhara muftisi İvazıl Hocendi bu adamdan ilmini bu kishini olgan. Qo'qon İslam şeyhi Damolla Ulug'xon Törem bu kishini oldi, bu kishini o'rgandi deydi. İlmül kalam, ilmül fiqh, ilmül hadis, ilmül tefsir, tarih, edeb bularni ham bulardan o'rgangan. Va shundoqla Fars tili buni o'rgangan, Türk tili, Arab tili, Urdu tili bundaq tillarni ham o'rgangan bu odam. Azhar ulamolardan Şeyh Reşit Rıda bulardan masalan nurg'un narsani o'rgangan. Mustafa Kamil degandek bu El Mecedül Liva Mecellet Liva'nın sahibi olan, egisi olan Mustafa Kamil'in hem şundaq nurg'un narsani o'rgangan deydi. Damal Abdülkadir Damollam İslam dünyasına ko'z ko'ringan ulamolarning nurg'un asarlaridan ham foydalangan. Onun mesela en dastlabkisi Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin eserlerinden paylangan. İbn Kayyum Cevzil'den bu kişinin eserlerinden paylangan. Cemalettin Afgani'ninkinden, Şeyh Muhammed Abdu'dan ve onun başka köz görüngen İslam ölmalarının nurgun materyallerden cıkmasını paylangan deydi. Allah damallamniki yat gayrını üstün kıyson inşallah. Bu kişinin şagirt kim ki hem degende şagirti Sabit Damallam. Şark Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni 33. yılı təsis qılğan Sabit Damolla. Qutlug Şavqi bu kişinin Damollamның şagirdləri. Üçüncü Şəmsiddin Damollam, Musayip Damollam Kuçari. Dördüncü Haşim Axund Xəlbət, Abdülaziz Damollam, İnayət Məxdum, Muhammed Abdullah Axund, Muhammed Abdullah Hadi Hacı, İsrafil Damollam, Abdülaziz Damollam oğlum, başka nurgun tallangan alim ölmalıdın. Şundan ne kaldı? Nurgun tallangan çolpallarını yitildigen bu adam. Bu adamın eserleri eyledigендek Akaid-i Zururiye, İbadet İslamiye, Tecvid Türki, Cevahir-i İkad, Nesahil Amme, İrşad-ı Müslimin, Mefatihul Miftah Fetebli Fehmil Kelam-ı Arap okutun dersiniz. Kulliyat-ı Muhammed, Şerhul Emali, Nasaihul Atfal, Bidayet Sarp, Bidayet Nahu, İlmül Hisab, İlmül Coğrafiye ve Münakaşatul Fevakih, Muşladın ibaret değil. Bugünkü dersimiz inşallah damalarındaki azgına bir bu hayatla konuştuk. Bu bekcik, bu netçe hafta ve netçe ay sözleşme damalarından manakip Allah bununki bu kişininki iz eserleri tügümeydiğen derecede. Yani bir ömür bu hayatı boyu yüzünün hayatını şu muş yolda, hak yolda, hakim neşir kılış yolda mazlum öz halkını ve bütün Müslümanlarını asıl ammeten, hasaten öz kavminin gemide olan bir ömür Muşundak bir ziyali. Bu demek bir ömür hayatı geçirmişlerini meyle kavlen meyle fiilen onun özüne kıskına binet saatte ya binet günde dep tütüp buluş mümkün emez. Özdam olamın hayatından kıskına bir tamçı olan bir tamçının yıkılamla kanda kıldık, bayan kıldık. Bunu özü yeterlilik bulmuş mu? Körelmelerinin ve anlıqçılarının ki, okuşlarının ki kem yerlerin olsa tuluqlap bir tüzdüp ilgi spesiyaller olsa tüzdüp bilip anlap ketişini ümit qilamiz. Dersimizdeki davamı Allah kalırsa ayette kitabınınki sulbi nimelen şiirlen başını kizdi. O sumu mesela qaysi degende el qismil evveli fil eşaret latife el beliga degen şu baptın başında inşallah
qarindoshlarimizning diqqati atda şu she'rda bo'lishni arzu qilamiz. Vaqti itibar bilan o'sha to'xtab qolamiz. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.